Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga Bolgariya davlati tomonidan fura haydovchilari uchun e'lon qilingan yangi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot beraman. Oylik maosh 2000 yevro. Ish Yevropa bo'ylab uzoq masofalarga amalga oshiriladi. Talablar quyidagicha: yoshi 25 yoshdan 50 yoshgacha bo'lishi kerak. Soha bo'yicha kamida 3 yillik tajriba bo'lishi zarur. Rus tilini muloqot darajasida bilish lozim. C toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish. Sudlanmagan bo'lish. Suhbatdan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlardan kod 95, chip karta va EDR hujjatlarini olish talab etiladi. Ish beruvchi tomonidan quyidagi imkoniyatlar taqdim etiladi: aviabilet, turar joy va sug'urta. Bu imkoniyatni boy bermang. Bolgariyada barqaror ish va yaxshi maosh sizni kutmoqda. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Ko'rishguncha salomat bo'ling.